davomida ta'limda olib borgan samarali faoliyatim davomida 20 dan ortiq o'quvchilar bilan turli xil loyihalarni amalga oshirdik. Bulardan 3tasiga intellektual mulk agentligidan patentlarni qo'lga kiritdik. Bulardan biri sifatida misol keltirishim mumkin. Lagrange formulasidan foydalangan holatda interpolyatsion ko'p xatni topadigan dasturiy ta'minot yaratdik. Va tinimsiz o'zim ustimda ishlayman. O'quvchilarga bu egallagan bilimlarni yetkazib berishga harakat qilaman. Bu yetkazib berilayotgan bilimlarni oddiygina ilmiy jihatdan emas, bu hayotga bog'lash asosiy maqsadlarimdan biri. Ko'rib turibmiz, butun dunyoda ekologik muammolar yuzaga chiqib kelyapti. Ayniqsa O'rta Osiyoda suv ham juda katta muammoga aylanib boradi. O'quvchilar bilan shu suvni sug'oriladigan yerlarni suv kerakmi? Qanchalik sug'orish kerak yoki sug'orilayotgan joyda suv yetarli bo'lsa, uni boshqa joylarga o'tkazishni avtomatlashtirish uchun obi dron deb nomlangan loyihani boshladik o'quvchilar bilan. Bizga dron yasash fikri o'tgan yil sentyabr oyida kelgandi va bu haqda ustozimiz bilan maslahatlashib dron yasashga qaror qildik. Boshida dron yasash uchun kerakli bo'lgan qurilmalarni topishda bir necha qiyinchiliklarga duch keldik. Ammo shunday bo'lsa-da, sentyabrdan keyingi 4 oy davomida mana shu Peon 250 rusumdagi dronimizni to'liq qurib bitkazdik. Xo'p, ushbu dronimizga 4 ta parrak, maxsus rezistorlar, maxsus 4 ta motor hamda 3D printer asosida yaratilgan datchik o'rnatilgan. 700 metrgacha ko'tarila oladigan ushbu dronimizni asosan qishloq xo'jaligi sohasida ishlatishni maqsad qilganmiz va hozirda bu dronimiz bilan maxsus kamera, sug'oriladigan yerlarning kontur xaritasini va sun'iy intellekt orqali boshqarish rejimini o'rnatish ustida ish olib boryapmiz.